Yangi yil bayrami uchun Zo'r TV sahnasida deyarli barcha taniqli yulduzlar jam bo'ldi. Bayram, musiqa, yorug'lik, shovqin hammasi joyida. Lekin eng qiziq tomoni shundaki, bu safar yulduzlarning ko'pchiligi sahnada o'z yuzi bilan emas, niqob ostida chiqdi. Bu Zo'r TVning maskarad shousi. Qorqiz, Qorbobo, Atirgul, ot va boshqa turli obrazlarda chiqishdi. Niqob yonida esa mashhur artist turardi. Ular birga qo'shiq aytadi, lekin niqob ostidagi san'atkorning ovozi ataylab o'zgartirilgan edi. Eng hayajonli joyi yonidagi mashhur artist kim bilan sahnada turganligini topish kerak edi. Shu paytda shuni tushunasan, niqob ostida bo'lsang, hatto juda mashhur bo'lsang ham seni darrov tanishmaydi. Bu shou menga bitta narsani eslatdi. Biz kundalik hayotda ham ko'pincha niqobda yuramiz. Kimdir kuchli ko'rinish niqobida, kimdir kulgu ortida, kimdir esa mashhurlik ortida yashiringan bo'ladi. Yangi yil sahnasida bu niqoblar o'yini bo'ldi. Lekin hayotdagi niqoblarni yechishga hamma ham jur'at qila olmaydi. Bugun Zo'r TV sahnasida yulduzlar niqob ostida kuyladi. Tomoshabin esa kim ekanini topishga harakat qildi. Balki yangi yil bizga shuni o'rgatar. Ba'zan niqobda chiqish oson, lekin niqobsiz yashash haqiqiy jasorat. Bu maskara shouni Zo'r TV telekanalida ko'rishingiz mumkin.